Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sevimli Şarkı Türkistanlık kardeşler. Hammalarınki kıymetli vakıflarını çıkarıp bugün 16 yıl muqaddam diyarımızın şimalida Olca topraklarda halkımızın kanlarınınki çeçilganlıkıga şahit bolgan bir günni, yani 5 fevral gününü bir hatırlap oturuptuk. Hem de sözümüzün 5'ini aldı bilen Allah'ın ve Allah'ın Resulü'nün sözünden başlayımız. Qani, Absalam Qarıkım, Kur'an bilen, şehitlerge Kur'an bilen başlamışsınız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yukarıda okulan ayet-i kerimelerinki kısaca mazmunu. Bu ayet-i kerimeler Ali İmran suresininki 169. ayetlerden başlap 175. ayetlergacha okundu. Allah subhanahu ve taala yukarı okulan ayet-i kerimelerde Allah yolunda özününki canını ve melini ve barlığını kurban kılgan ve şu yolda şehit bolgan, öldürülgen kişiler hakkında toktulup Allah aytıdı. Allah'ın yolunda şehit bolganlarını ölüp de guman kılmagın. Belki ular tirik bulup Allah'ın dergahideki rızıktan behriman kılınıdı. Yani cennetin nimetlerinden etigen akşamda mengülük rızıklandırıp duruldu. Ular Allah'ın özlerine bergen fezleden xursandır. Özlerinin arkasından yetip gelmegen, yani şehit bulmay tirip kalgan qarindaşlarına ahirette ne korkunç, dünyanın ayrılganlıkıga ne kaygı yok ekanligi bilen hoş haber berişini tileydi. Bu tileklerini Allah subhanahu ve taala bana şu ayet-i kerimeler arkalık dünyada kapqagan, yaşavatkan mümin Müslümanlar için Allah şu şehit bolgan şehitlarınki tileklerini icabet kılgan asasıda Allah bu ayet-i kerimeleri nazil kılgan.
Ular Allah tarafından berilgan ne'mat ve fazlini, müminlerning ecrini Allah'ın bekar kılıvetmeydiğanlığı bilen hoş haber verişini Allah'tan soraydı. Yani bu ayet-i kerime Allah yolunda şehit kılınan Uhud urushidagi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ninki sahabeleri hakkında nazil kılıngan bulup, demek şularning mangan yolida, şularninki tutkan yoki şularninki islom bayrog'i ostida ilib borgan harakatlarini qachon, qaysi vaqtda, qaysi o'rinda mu'minlar ilib boradi ekan, ularninki mukofoti, ularga berilgan natijalarmi ana o'xshash bo'ladi. Uhud g'azotida yaralangandan keyin Allohning va payg'ambarning chaqiriqqa avvat qo'shganlar, ular ya'ni mu'minlarning yaxshi amallarni qilganlar va taqvodorlik qilganlar cho'ng savobga erishdi deb Alloh ularga shuni va'da qilgan. Mushriklar tarafdori bo'lgan odamlarga kelsak, ularga shak shubhasizki kishilar ya'ni Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi, ulardan qo'rqinglar dedi. Bu so'z ularning iymonini kuchaytirdi. Ular bizga Alloh kifoya, Alloh nima degan yaxshi homiy dedi. Ya'ni islom dushmanlarininki kuchlaridan qo'rqib, ular bilan qarshilashmanglar, ular bilan tang'ulanmaysizlar, sizlar ojiz deganga o'xshash kishilarninki iymoniga dazgal keltirish uchun harakat qilayotgan munofiqlar va yoki islom diniga kirdiq deb qo'yib, islom to'ni bilan boshqalarninki ziyniga harakat qilayotganlarga nisbatan Alloh aytadi. Haqiqatan ularning qilgan atganlari musulmonlar, ya'ni haqiqiy Allohga ishongan mu'minlar uchun hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Balki unda holatda Allohga ishongan mu'minlar uchun ularga shunda oddiy javob berdi. Hasbunalloh, bizga Alloh kifoya. Demak, Allohning kuchi hammadan ustun. Alloh hammadan qudratli. Alloh o'zininki dushmanlari ustidan albatta g'olib. Ular Allohning ne'mati va fazli bilan qaytib keldi. Ya'ni shu urushdan ular salomat qaytib keldi. Hech qanday ziyon zahmatga uchirmadi. Ular Allohning roziligini izladi. Alloh ulug' fazligisidir. Ularning g'alaba bilan qaytgani ikki xil bo'lib, "Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn" degan bir oyat bor. Sizlar ikki g'albaning birisini kutisizlar. Ikki g'albaning birisiga erishsizlar. Birisi bo'lsa Allohning yo'lida qilgan jihadinglardan bu g'azotdan sog'lom qaytib shu urushda erishgan o'lja g'animatlar bilan izonlab qilsam bo'lasizlar, yoki bo'lmasa shu urushda sizlar o'ltirilib, shahid qilinib Allohninki marhamatiga erishsizlar, ya'ni oxiratda Allohning jannatiga erishsizlar. Har ikkisi mu'minlar uchun bo'lganda g'alaba. Ama şeytançı öz dostlarını, yani kuffarlarını korkutudu. Eğer mümin bolsanlar onlardan korkmanglar, menden korkmanglar deydi Allah. Yani bu vesvese şeytandan daim kildi. Müminlerini azdırdıgan, müminlerini acizlaştırışıp tırıştıgan bu hareket şeytanın hareketi. Bununla herkesmi Allah'a hakiki iman etkan, Allah'ın peygamberine hakiki iman etkan kişiler bunun korkmamaydı. Belki bunu özürü için bolsucu bişaret Allah'ın merhameti dep tunuydu. Demek bu şu ayet-i kerimeler bizninki şu Firol vakasida şehit bo'lgan qarindoshlarimiz mu? Mana bu şu ayet-i kerimeler ularga qural bo'lgan, ularning kuchi bo'lgan. Yani şu vaqtda harakat qilgan qarindoshlar o'zininki moddiy kuchininki tuvalligiga qaramasdan, o'zining oldidagi dushmanlarninki zambiraklaridan, o'qlaridan qo'rqmasdan, mush ayet-i kerimani o'ziga qural qilib turib, Allohninki bergan iymoni bilan o'zlari shu dushmanlar oldida mustahkam turib, ular dinning ustunligi uchun Allohninki kalamining, Allohninki so'zining ustun bo'lishi uchun harakat qilib shu yo'lda shahid bo'ldi. Shu ularninki qilgan bergan qurbonliklarining natijasida nurg'un boshqa musulmonlar rahat farog'atda xotirjamlikda yashayotdi. Albatta ularning Allohninki ilkida ularninki erishgan natijalari albatta hammadan yuqori. Biz Alloh subhanahu va taolaninki marhamatidan ularninki bergan qurbonliklarininki qabul bo'lishini, ularninki Alloh oldida şehitlik derecesiga yetishini biz Allohdan so'raymiz va shundaqla bizlarmi shularninki mangan yo'lida mang'alishimizni va shundaqla shular qilgan xizmatlarni Alloh rizosi uchun qilishimizni va shuningga bizga Allohning tavfiq berishini so'raymiz. Alloh bizga rahmat qilsin.